Tabriklasanglar bo'ladi. 23 yoshimda o'zimga рабочий stol sotib oldim. Menda bu narsani olish plan umuman yo'q edi. Lekin mana shu ikkita go'zal meni ilhomlantirishdi. Spasiba. Рабочий stolim ustini bezatish uchun bir nimalar oldim. Kelinglar sizlar bilan raspakovka chek qilamiz. Bu duxovkada shashlik qilsa bo'ladigan yog'och six. Va bunisi bo'lsa bu bezatish uchun mana shunaqa dekor. Bu balonchik kraska zolotistый rangi. Ha bunisi esa qora rangi. Bu sun'iy qor qiladigan sprey. Bu idish yuvadigan gel feri. Chicha xazayственный qizmanda esimga tushib olganman. Asabimga teganlarini tilini kesaman deb mana shunaqa katta qaychi oldim. Va nihoyat pistolet kley topdim deb xursand bo'ldim. Menimcha bu pistolet kleyimga katta yo'q. Bu yog'i mayda chuyda narsalar, bezatishga sun'iy lavanda, kistichkalar oldim. Hid berib turadigan aroma shamlarni topa olmadim yaxshisini. Bilganlar yozib yuboringlar kommentga. Mana shu bordoviy bilan qizil sham rosa qidirib yurdim va nihoyat topdim. Va nihoyat bolalikdagi orzuyimni sotib oldim. Guash sotib oldim. Kichkinaligimdan akvarellarim, rangli qalamlarim, rangli ruchkalarim juda ham ko'p bo'lgan. Kichkina paytimda nechinchi sinfligim esimda yo'q. Guash oldirganman. O'shandan beri umuman guash ishlatganim yo'q edi. Mana 23 ga kirib o'zim sotib oldim. Bu yoqda adashmasam 24 xil rang. Rangli qalam, rangli bo'yoqlar o'sha kichkina bolalik paytim qanaqa xursand qilgan bo'lsa, hozir ham shunaqa xursand qiladi. Xullas, raspakovkamiz tugadi. Keyingi videolarda shu рабочий stolimni yasatamiz.